Assalomu alaykum. YouTube ahli mana Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi Boboshbek bozori chorshanba kunga tayyorgarliklar ketyapti. Bugundan bozorimiz boshlangan. Hamma yuk yuklagan mana O'zbekiston bo'yicha eng katta bozor, eng optim bozori. Qo'ng'irqoplarda yuklar chiqib ketyapti. Pashti qo'shni davlatlarga ham mana shu yerdan yuklar tarqaladi. Hozir bu yerdan do'konlarimiz mana даже kechasi ham savdo bo'lyapti. Bir kun oldin уже savdolar qizib ketgan. Xudo xolasa hozir do'konimizni ko'rsatamiz. Telefon nomerlari, bu ham bu yerdagi mahsulotlar ham hammasi optim narxlarda. Tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Hammasini sifati zo'r, vishipkalar urilgan. Do'konimiz nomerlar ko'rsatdik. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu yerdagi barcha mahsulotlar haqida ma'lumot olsalaring bo'ladi. Zakaz bersalaring bo'ladi. 10-15 xil tovar bor bu yerda ham. Hammasi shu sexda o'zidan ishlab chiqariladi. Hozir do'kon egalaridan so'raymiz. Hammasi narx-navolarni so'raymiz. Telefon nomerlarini qadab qo'yamiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Do'stim, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bu vishilkalarimiz materiallari hibimi? Materiali likra. Bular likra, likra qimmat materialdan ekan, elastikligi bor. Bular naklinka emas, vishipka bilasizlar. Vishipka ish naklinkadan, kraskadan qimmat yuradi. Juda choklari tekkiz mana. Likra eng qimmat material, yuvsa ham joyiga qaytadigan chiroyli material bular. Materiali zo'r. Xo'p, do'stim, bular komplet-a? Komplet. Xo'p, bular dvoyka ekan, shortiga ham bor ekan. Bular necha puldan berilyapti? 20 mingdan berilyapti. 20 mingdan berilyapti. Bular tozaliklar birinchi sortda, ob'yemi kelishtirib berilaveradi, to'g'rimi? Rasvetkalar ko'ryapsizlar mana. Polni. Xo'p, yana nimalarimiz bor ekan bu yerda? Bular ham shu narsami, boshqa narsami? Bular ham material likra ekan, mana bo'yniga burchoqlar urilgan. Oldidagilar bular kraska emas yoki naklinka emas, bular toza vishipka urilgan. Bular Xitoy ishi bilan birga-bir ko'rib turibsizlar. Mana shu o'zimni pastda shortilari ham mana razmerlari gapiradi. Hali shortidan, materialdan yo'nilmagan, ekonomik qilinmagan, xullas kalom choklari tekkiz. Vishipkalar ko'ryapsizlar. Bular necha puldan ekan? 25 ming. Bular 25 ming, adashmasam Podroskovoy-a? Bular necha yoshlarga tushadi? Ikkinchi, uchinchi sinflarga tusharadimi? Ikkinchi, uchinchi sinflarga tushar ekan. Mana bu yerda zakotovka tayyor turibdi. Bularimiz chaqaliroq shekilli, kuzga tayyor. Zakotovkalar уже oldindan qilib qo'yiladi. Что zakaz berilsa, uspet qilish uchun. Bularimiz yoqalilar. Bular turk hiba mana ular. Bular turk hiba. Bu ham chempion material bo'ldi. Bozorda pashti ko'pchilik shu materialdan chiqaryapti. Knopkalar ishlaydi. Ishlaydi. Bular ishlaydi ekan, qadalar ekan, yopishtirilmagan, yoqalar chista toza yoqa qo'yilgan. Bular materialdan emas, yoqasi e'tibor berasizlar. Xo'p, bunimizchi? Buni puli, mana uni puli 25 ming. Buni 25 ming. Bu pasti bormi hozir? Mana orqasida. Shunda pasti bor ekan. Mana shortilari ham bor ekan. Qimmat rezinkalar qo'yilgan, qalindan. Xo'p, bunimiz necha pul mana bunimiz? Bunisi 25 ming. Bunisichi? Bunisi 13 ming so'm. 13 ming so'm. Bunisi hiba, misol uchun. Oldi ochilmaydi-yu. Puliga yarasha, qarochi mahsulot bor. Mana bu yerda xuddi shu narsani arzoni mana bunimiz 13 ming, bunisi 25 ming so'm. Даже bunda ham vishipka bor ekan, mana e'tibor berasizlar. Tugmalar qo'yilgan, yoqali, yoqalari hibi. Oji ko'ynaklari. Xo'p, bular razmerlarimiz. 3 tali razmer. Pachkada 3 ta bo'ladi. Pashkada 3 ta bo'ladi. Xo'p, etiketkalar qo'yilgan. Bular necha puldan? Bulari 13 mingdan. 13 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda mana shu. Bu ham turk hibadan shu manekendagi. Ana tepadagi, mana qaranglar, qanaqa chiroyli, sifati zo'r, did bilan ishlangan. Zo'r sotishga zo'r. Xo'plarimiz, xalatchalarimiz chiqqan. Tugmali mana ko'ylakchalarimiz, tugmalari ishlaydi. Yangicha xalat, nima deydi, mazax kiyadiganlar uchun yoqalari stok yoqa gulli qilib ishlangan. 9 xil rangda mana. Xo'p, rasvetkalar ko'ryapsizlar, mana bor. Bularimiz necha pul? 20 mingdan necha pul? 20 mingdan ekan. Dvoykalarimiz ob'yemi kelishtirib beriladi 20 ming so'mdan. Mana kapalak ko'ylaklar. Mashhur kapalak ko'ylagimiz, material 3D. 3D ya'ni bu bo'rtma gulga o'xshash, jivoy gul qadab qo'yganga o'xshaydi. 3D ko'pchilik tushunmayapti. Kapalak ko'ylakchilarimiz TikTok, YouTube'larda zo'r aylanyapti hozir. Sotuv juda ham zo'r. Bularimiz necha puldan qilib berilyapti? Bularda 18 ming beryapti. 18 mingdan qilib berilyapti ekan. Ishi zo'r. Xo'p, to'rlari ko'rinib turibdi. Bu frantsuzskiy toza to'rdan. Bular arzon to'rdan emas. Bularimiz-chi do'stlar? Bular ham. Oldin zamok, katta yaqa bu ham, komplet bu ham. Xo'p, shunda hozir zamok ishlaydi buni. Zamok ishlaydi bularni. Qaranglar, mana zamoklilar bor. Pavuklar bor mana. Yoqa ham toza yoqa ekan. Toza yoqa bu ham. Qimmat yoqadan qo'yilgan. Bu yoqani asobiy zakaz berib chiqarilgan. Bu yoqali imенно mana shu ishni bozordan topa olmaysiz, chunki do'stimiz tadbirkorlar tomonidan, do'stim tadbirkor
Ana shu ishlar shu do'stim tomonidan ishlab chiqariladi. Faqat shu o'rtog'imda bor bu Katta mahsulotlar. razmer turk hisobidan bular. Hamma o'zi katta razmer ekan-a. Xo'p, kraskalar toza kraska, o'chmaydigan. Buni ham bemalol stiralniy mashinada yuvsa ham bo'laveradi. Bu yoqda yana ishlarimiz bor ekan, ana. Bunisi nech pul? 25 ming egalasi ham. 25 ming so'm, bu ham 25 ming so'm ekan. Bularni pasti ham bor, dvoyka, короче, bular ham. Xolasalaring yoqaligi, xolasalaring даже mana shortigida ham. Shortiga naklinkasi bor. Naklinkalari bor ekan. Zo'r. 5 xil rasvetka zo'r. Bular ham mana. Mana shu yerda hammasi shu ishlardan, ha. Ko'ryapsizlar, mana объемga bemalol zakaz berasizlar, cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Mana ularning shu palasalilarimiz. Palasalarimiz bular o'sha 11 ming so'mdan bular. Gap yo'q, chempion narx bo'ldi. Mana uni shu. Ochiq. Mana shu mahsulot, adashmasam, gideta necha yoshga tushadi? 3 yosh, 4 yoshga gavdasiga qarab tushaveradi. Mana shimiz toza chista hibbi, havo o'tkazadigan, bolaga ozor bermaydi. Yozgi kunida juda ham zo'r. Narxini necha pul deysiz? Qaytarib oling. 11 ming so'm chempion narx bo'ldi. Объемga zakaz berasizlar. Vayenilarimiz ham bor ekan. Vayeni ham sotuvi juda ham zo'r. Bular ham 11 mingdan qilib berilar ekan. E'tibor beramiz, dvoyka, bu yerda tepani o'zi emas. Hozir mana chorshanba, ertaga chorshanba bozor avjida bo'ladi. O'sha bugundan boshlangan hamma yuk-yuklar yotishdi. Ketmay kelsa kerakda. O'zbekiston bo'ylab qo'shni davlatlarga mana shu Uchko'prik tumanidan tarqaydi. Polni furalarga yuklanyapti. Hozir yana ko'chani ham bir video qilib qo'yamiz. Ko'chadagi holatlarda ham. Xo'p, bularimiz nech pul ekan? 10 ming so'mdan. Hozir mana shu vishilka 10 ming so'mmi? 10 ming so'm ishiga. Chempion narxi bo'ldi. Do'stim, bitta yaqinroqdan ko'rsak iloji bor. Bittasini olingchi. Hozir oladi. Uni ham ko'ramiz. 10 ming so'm deyapsizmi? 10 ming so'm. Do'stim, o'zim ham hayron qolyapman. O'zim ham shu ishni ichidaman bo'lmasa bir xil. Lekin mana bunaqa narsalarni ko'rib o'zim hayron qolyapman. 10 ming so'mga dvoykalarimiz, bilasizlar, yo'qlandilarga, bayramlarga, marosimlarga, tug'ilgan kunlarga. Bu ham 10 ming so'm. Bu ham 10 mingmi? Voy, gap yo'q. Mana shu yerga tashlaylik buni mana. Gap yo'q. 10 ming so'mlik narsalarni qaranglar. Chotki, tepasi likra, pasti mana naqshli, zarli materiallardan bantikchalar qo'yilgan. Bo'yinlariga baykalar urilgan ekan. Bular ham rosa ham zo'r, havo o'tkazadigan, bolaga ozor bermaydi, qizaloqlar uchun. Paketchalarni ham ko'ryapsizlarmi? Akkuratni qilib kiygizib qo'yilgan. Bularni nima deydi, marosimlarga juda ham zo'r. Misol uchun yo'qlandilarga sotuvi juda ham zo'r. Buni sotuvi rashid. Oborasiz, sotasiz xudo xolasa. Siz ham olib borib, misol uchun biz ham mana 1000 so'm, 2000 so'm qo'yamiz. Nari borsam 2000 bo'lmasa 1000 so'm qo'yamiz. Sizlar ham ko'p qo'ymasdan 2000, 3000 qo'ysalaring, olib borib sotasizlar xudo xolasa. Ko'nachalarimiz. Bularni nech pul ekan? Yubkaliklari. Bularmi? 20 ming so'm. Bular 20 ming so'mdan ekan. Ko'ryapsizlar, qancha bitta ishlov berilgan, gullar bor, toshlar qo'yilgan. Vishibga tosh ekan bu ham Swarovski toza toshdan qo'yilgan. Rasvetkalar bor ekan, a? Rasvetkalar shunda kattalar bor mana. Qaranglar, zo'r. Bularni ham spetsialniy priz dazmollarda bosilgan. Oddiy dazmolda bo'lsa bilasizlar, unaqa tekis chiqmaydi. Sochilib ketadi. Bular spetsialniy priz dazmollarda, avtomat dazmollarda bosilgan. Bular tashlab yubormaydi. Choklari ham juda zo'r. Rezinkalar ko'ryapsizlar mana. Katta rezinkadan qo'yilgan. Pulli rezinkasi qo'yilmagan. Xo'p, mana rasvetkalar qaranglar mana. Yo'q, rangda o'zi yo'q. Mana endi mana garmoshka qilingan, nima deydi? Flizering deymi, shuni nima deydi? Tashdami? Plus garmoshka. 10 ming so'mlik ular. Bu 10 mingmi? Ha, 10 ming. Qaranglar. Garmoshka qildirilgan spetsialniy. Bu ham pristdan chiqariladi bu narsalar ham zo'r. Do'stim, ama chempion narx bo'ldi, mana ular o'zim ham ishqiboz bo'ldim. Xo'p, buni klientlarimizga tashab ko'ramiz. Qani, xudo xolasa, yaxshi o'tkazamiz buni ham, tashab ko'ramiz. Mana shu ko'rgan narsalarni kanalga ham joylab qo'yamiz. Aloqaga chiqarsizlar. Bu yerda pechatlari ham bor. Pechatdan toza kraska. Ular o'chmaydi. Zo'r, vashti chempion narx bo'ldi. Xo'p, bu yoqda ham bormi? Ha, bu yoqda mana o'sha ilib qo'yilgan. Mana shu xullas, mana shu yerda ko'rgan mahsulotlaring mana shu do'stimiz orqali aloqaga chiqarsizlar. Shu do'stimizdan chiqadi, sexidan. O'zini bitta ana shu sexidan chiqib turgan turli xil mahsulotlar. Mana neobishni qilingan, ko'ryapsizlarmi? Igrushkalarni ham bolalarni o'ziga moslab qilingan. Xullas 10 mingdan tortib 25 minggacha mahsulotlar bor. Hammasi dvoyka. Zo'r. 10 ming so'mga bitta bolajonni boshdan kiyintirsa bo'ladi. Biznesmen savdogarlarimiz bor, tadbirkorlarimiz bor. Imенно savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarimizni taklif qilamiz. Kelinglar, do'konda kelib, ko'rib tanishinglar. Hamkorlikda ishlasalaring bo'laveradi. Cheklanmagan vaqtda yetkazib beriladi. Do'konda hozir brendini ko'rsatib o'tamiz, adashib qolmasliklaring uchun. Xo'p. Ana
Do'kon brendi Go'zal Kiddis. Go'zal Kiddis deb kelsalaring mana shu yerdagi mana qo'shnilardan ham so'raysizlar. Bu yerda yon atrofda ham do'konlarimiz bor. Nomerlarimiz mana aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Sizlarga ulashdik. Obunachilarimizga eng arzoni, eng birinchi qo'li. Bu yerda olib sotarlar yo'q. Hammasi o'zimizning mahsulotlar. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.